Azizdorlar, navbatdagi shohona fason darvozamizni o'rnatdik. Sizlarga videoni boshida savol beramiz. Kim razmerini topsa, hatto shu 100 ming so'm paynet bor nomerga. Metrlab ko'rsatib beraman. 1 2 3 4. Kim to'shni razmerini topsa, 100 ming so'm paynet bor. Birinchi topgan odamga. Darvozamiz haqida ma'lumot beramiz. Darvozamiz 2 qavatli darvoza. Razmerlarini aytmaymiz. Kommentariyada o'zlaringiz yozib qoldirasizlar. 2 qavatli, mokr asfalt rangda bo'lgan. Chiroyli tepalariga lazer gullardan ochib berganmiz. Xo'p, darvozamiz o'ta mustahkam holatga chiqdi. Yo'lni bo'yiga boshlagan, uzun kesib ovoz chiqarmaydi, boshqa bo'lmaydi. O'ta ideal holatda bo'ldi. Stoykalarimiz 8 ga 8, 2 lik qalilikda bo'lgan. Listlarimiz 2 lik birinchi qavati, ikkinchi qavat yegan og'imiz 1 lik. Tag qismiga shviller qo'yib berganmiz, avtomobil o'tganda ezilib, bukilib ketmaydi. Baquvvat turaveradi, xudo xolasa. Zamoklarimiz ham high-tech zamoklardan o'ta yaxshisidan. Ochilib bekilishlari ham mana yengil, yaxshi bo'ldi darvozamizni. Kraskalariga 3 yildan 5 yilgacha garantiya beramiz. Bu uyimizga quyosh tushmaydi ekan, xudo xolasa 5-6 yil bemalol yaxshi xizmat qilaveradi, holatini o'zgartirmasdan. Darvozamizni narx-navosini aytib o'taylik. 1 kvadrat metrini 1 million so'mdan olib kelib o'rnatib berdik darvozamizni. Bu fasonimizda yuqori variantlari bor, 900 mingdan ham chiqaveradi, yana ham qaviyroq bo'lsin deganlarga 1 million 100 mingdan ham chiqaveradi. Holatiga qarab, mana shu holati hozir ideal holatda chiqdi darvozamiz. Ekranimiz past qismida nomerlarimiz bor. Aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa kataloglar tashlab beramiz. 100 xildan oshiq kataloglarimiz bor. Hammasini chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Vodiy bo'yicha dastavka ustanovkamiz bepul. Toshkentdan u yoqlariga dastavkasiga ozgina pul qo'shilib qoladi. Yuk mashinamizga yuklab chiqarganimiz hisobiga. Bunisiga ham kelishamiz, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Manzilimiz Qo'qonda. Shunaqa darvozalarni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Darvoza, kazirot islarni, naves, reshotka hamma yoqda qilaveramiz temir sohasida. Bemalol ekranning past qismidagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Videoni oxirigacha ko'rganlar o'rtadan like tugmasini bosib qo'ysalaring xursand bo'lamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoni do'stlarimizga ulashamiz.